Maktabni tamomlaganlik bo'yicha attestat seriya raqami o'qishga topshirishda qanday kiritiladi yoki bitiruvchilar belgilangan attestatni qog'ozda olishi kerakmi? Joriy yilda maktabni bitirayotgan o'quvchilar oliygohga hujjat topshirish uchun qog'oz shaklidagi shahodatnomani qo'lga olishlari yoki kutishlari shart emas. Oliygohlarga qabul tizimi myuzbm.uz, Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligining e-shahodatnoma.uz elektron bazasi bilan to'liq integratsiya qilingan. Siz pasport ma'lumotlaringiz bilan ro'yxatdan o'tganingizda attestat ma'lumotlari bazadan avtomatik tarzda tortib olinadi. Shu o'rinda bir muhim jihat bor, ya'ni siz hujjat topshira olishingiz uchun maktab ma'muriyati o'z vaqtida baholaringizni elektron tizimga kiritib, tasdiqlash tugmasini bosgan bo'lishi shart. Agar ma'lumotlaringiz tizimda chiqmasa, maktab direktoriga yoki ilmiy mudirga uchrashib, elektron bazaga ma'lumotlaringizni tasdiqlanganini tekshirishlarini so'rang. Qog'oz attestat esa keyinchalik oliygohlarga qabul qilinganingizdan so'ng o'quv dargohiga topshiriladi. Ta'lim haqidagi yangiliklarni birinchilardan bo'lib Avlod Mediada kuzatib boring.